Andijon judayam moddiy texnik baza bo'yichayam, kollegalar bo'yichayam, ya'ni hamkasblar bo'yichayam judayam zo'r muhit. Stipendiya Hungarikumda foydali tomonlaridan biri yutish ehtimoliniz katta agar siz to'g'ri hozirda o'sha informatsion texnologiyalar tomonlarini, ya'ni mana algebra, Python, dasturlash shu narsalarni o'rganyapman. Hozir kuzatayotgani masalan Novartis yoki Sanofi yoki Bayer hammasi masalan farmatsevtik kompaniyalar hammasi AI orqali sun'iy intellектdan foydalanib dori vositalarini kashf etishga juda katta urg'u beryapti. Darajada. Aynan shuning uchun o'sha AlphaFold ishlab chiqqan odamlar Nobel olgan. Hozirda juda katta bum deydi-yu, shunaqa narsa ketyapti. AlphaFoldni biladigan mutaxassislarga, AlphaFold bilan ishlaydigan mutaxassislar grant adashmasam noyabrda yoki oktyabr yoki noyabrda ochiladi, dekabrgacha davom etadi, 1 oy bo'ladi adashmasam ochiq muddati. Bu yerga kelgan masalan o'zbeklardan masalan ko'p gaplashganmiz. Ba'zilari masalan IELTSsiz ham, ya'ni Duolingo sertifikati bo'ladimi, boshqa sertifikat bo'ladimi, shu bilan ham o'qishga kirganlar bor. Baholar katta ahamiyatga ega. 80 dan past bo'lsa umuman yutish imkoniyati nol degani. Nimalari bormi? Tissue engineering, ya'ni to'qimalardan organlar yaratish. Nega Xitoy? Xitoy Hop, Assalomu alaykum. alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Siz yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Rahmat. Kompyuterda nimadir muammo bor shekilli, kamerasi ishlamayapti. Boshqa Teamsda ham, Google Meet'da ham sinab ko'rdim, baribir ishlamayapti. Tushunarli. Yaxshimisiz? Ahvollari yaxshimi? Rahmat. Ishlaringiz yaxshi boshlab oldingizmi? Rahmat. Yaxshi. Boyagi Nima gap o'zida? yaxshi bo'ladi, hammasi sekin-sekin ketyapti. Boyagi LinkedInda sizni topib yozganimda aytdingiz-ku, Zufar akalar, Xurshid akalar bilan ko'rdim deb. Bizni markazga kelganmidingiz? Ha, borganman. Zufar aka bilan Avstriyaga ham birga borib kelganmiz. Mana VSH bo'yicha обучениеga. Sizlarga ham 2-3 marta borgandim. Men eslolmadimmi? Nima bo'ldi? Eslashga urindim, eslolmadim lekin. Balki. Qaysi vaqtda kelgansiz? Qaysi payt kelgansiz? Hop. Bir marta musobaqa bo'ldi-yu, haligi sport musobaqalari bo'ldi. O'shanda bordim. Undan oldin bordim keyin. Shu unga Avstriyaga qachon bordik? O'sha paytlarda borganman. Qanaqadir bir baribir ko'rgandek bo'lib, baribir unchalik eslolmadim-da. Men ko'rganman, sizlar men esladim. Ko'rganman, siz ko'rindingiz ko'zimga. Bo'ldi. Hozir sizni LinkedIndan ko'rganimda Vengriya grantini yutgan ekansiz. O'sha yerda o'qiyotgan ekansiz. Hozirgi nimada mitingda o'sha o'zi bakalavr davringiz qanaqa o'tgan? Keyin Vengriya grantiga qanaqa topshirgansiz, qanaqa yutdingiz? Keyin mana bu 2 yillik deyarli ish faoliyatingiz Andijondagi Farma Parkmi, o'sha yerdagi o'sha yerdagi faoliyatingiz haqida gaplashamiz. Nima deydi? Sizda Vengriya grantini yutganingiz va bu sohada ya'ni farmatsevtika aloqador sohada o'qiyotganingiz ko'pchilikka menimcha ya'ni manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Chunki bu nima yo'nalishda internetda, ya'ni farmatsevtika yoki bizning yo'nalishimizda ma'lumot juda kam. O'shanga buni to'ldirish niyatida keyin qanaqadir
networkingga o'xshagan onlayn ko'rinishi deydiku, o'shanaqa maqsad bilan bu narsani qilyapman. Yaxshi, charchamang. Yaxshi narsalar o'ylayapsiz, to'g'ri. Endi qanchalik manfaatli bo'ladi, bilmadim. Bilganimcha, qo'limdan kelgancha ma'lumot berishga harakat qilaman. Birinchi o'zingiz haqida qisqacha aytsangiz, ya'ni qayerdansiz, keyin qayerda o'qigansiz, o'shani haqida. Men o'z ismim Azamat Shohakirov. Farg'onadanman. Farg'onada tug'ilib o'sib, keyin Andijon davlat tibbiyot institutini farmatsevtika fakultetiga o'qishga kirganman. 2018da, 2023da bitirganman bakalavrni. 2023da bitirib, keyin magistraturaga o'qidim. Andijon davlat tibbiyot institutida 2025da bitirdim. Ya'ni shu yil bitirganman magistraturani Andijonda. Keyin shu o'qish jarayoni shunaqa. Hozirda Pazmaniy universitetini shu medical biotechnology yo'nalishida magistratura o'qiyapman. Nimaga bu yer o'zi nima bo'ldi? Xullas, shu o'qish davomida magistraturani o'qib bo'ldim. Keyin shu chet elda o'qish niyatim o'zi oldindan bor edi. Bakalavr davridan boshlab. Endi o'zi bakalavr bitirib ketmoqchi bo'lgandim. Endi ba'zi sabablarga ko'ra keta olmaganman. Shuning uchun o'zi anchadan beri harakat qilib kelardim. Keyin ko'p grantlarga topshirganman. Eng anaqa vaqti to'g'ri kelgani shu stipendium Hungarikum bo'ldi. Stipendium Hungarikum grantiga topshirgandim. Shu yerga o'tib, keyin bu yerda endi o'qiyapman, o'qish faoliyatimni davom ettiryapman. Demak, sizni magistratura vaqtingiz bilan, davringiz bilan ish mana Andijon Farmafar bir vaqtda ketgan, to'g'rimi? Bir vaqtda ketgan. Yarim stavka ishlagansiz, to'g'rimi o'sha yerda? Shunaqa. Yaxshi. Bakalavrda farmatsiya yo'nalishida Andijon tibbiyot institutida tugatgansiz. To'g'ri? Bu davr qanaqa o'tgan? Siz buni masalan qanchalik darajada baholay olasiz? Masalan, 1dan 10gacha yaxshi, yomon, masalan. Ya'ni qanchalik darajada foydali o'tkaza oldingiz bu davrda? Endi agar 1dan 10gacha deb baholasangiz 5 yoki 4, shu 5-4. Eng yaxshi qilgan ishlarimdan o'sha ingliz tilini oxiriga yetkazib tugatib, o'sha ALS olganim. Keyin amaliyotlarda qatnashganman, laboratoriya amaliyotlarida. O'sha institut davrida o'sha laboratoriya qurilgan. Gaz xromatografiyasi, IK spektr, UV spektr, shu narsalarda amaliyot bo'lgan. Endi nazariy tomondan ham o'qituvchilar, yaxshi o'qituvchilar bor, nazariy tomondan ham bilimlar berishgan. Ya'ni mana farmatsevtik texnologiya bo'yicha. Endi bakalavrlik davrimda ham ko'p ishlab chiqarishlarda ishlaganman. Shu texnologiyada bo'lgan bilimlarim hisobiga o'sha biologik faoliyat qo'shimchalar ishlab chiqaradigan zavodlar, sexlarda ishlab, bu tomondan tajriba orttirganman. Shu ingliz tilini o'rganganman. Laboratoriya, ya'ni analitik laboratoriya bo'yicha tajribalar to'plaganman. Shu eng foydali qilgan ishlarim. Ya'ni masalan 5 yil ichida yana bundan ko'proq narsalar qilsa bo'lardi. Lekin agar shunaqa tajribalar orttirgan bo'lsangiz, ingliz tilini masalan adashmasam 7 olgansiz, LinkedInda ko'rdim o'shani. Agar bu 4-5 baholayapsiz-da, kamida bu 7lar baholashga arzimaydimi? Nima qilishingiz mumkin edi maksimalni, ya'ni nima og'riq bor bu yerda? O'sha masalan fanlar o'tiladi-ku, har birimizda farmatsevtik
masalan, farmatsevtika yo'nalishida man klinik farmakologiya yo'nalishini o'qib bitirganman. Ya'ni Mhm. diplom bakalavriat klinik farmakologiya. Shu yo'nalish bo'yicha masalan o'rgatilgan o'sha hamma fanlarni hisoblasangiz, o'sha 40% bilaman-da. 40% zo'r o'zlashtirganman deya olaman. Ko'p fanlardan o'sha yetarlicha anaqa o'rganilmagan. Masalan, oddiy misol mana oliy matematika o'tilgan, to'g'rimi? Sizlarda ham bakalavrda. Shunaqa. Bizda ham o'tilgan oliy matematika, o'sha linear algebra, eh, matritsalar, determinantlar. Shu narsalar deb bilmayman-da. Bu yerga kelganimdan keyin aynan shu narsa muammo bo'lyapti. Hozir algebra o'tyapmiz. Mhm. Ancha qiyin bo'lyapti. Ancha qiynalyapman. O'sha noldan boshlab kelyapman. Hozir noldan boshlab o'sha trigonometriyadan qayta o'qib kelyapman. Mhm. Shu tomonlari bor. Ya'ni ko'p e'tibor bermagan. Endi o'sha paytda biz ham o'ylaganmiz. Oliy matematika nimaga kerak menga? O'zim bizda o'sha maktabda o'sha kvadrat tenglamalargacha o'tiladi. Chunki ular o'rganiladi. Masalan, undan uyog'iga masalan trigonometrik funksiyalar bular ko'pincha kerak bo'lmaydi deyiladi hayotda. Shuning uchun masalan biz ximiya, biologiya o'qiganimiz uchun matematikadan o'sha kvadrat tenglamalargacha zo'r bilamiz. Hamma bu Mhm. kimyoda ham kerak bo'lganligi uchun. Shunaqa. U yog'iga ko'p e'tibor bermagan ekanmiz. Shu narsa xato bo'lgan ekan. Mhm. O'sha o'qib qo'yganimizda hozir qiynalgan bo'lardim. Hozir ancha masalan qiyin bo'lyapti. Bu O'sha noldan boshlab kelish. bu kabi. Shunaqa fanlar bor. Shunaqa, ya'ni Mhm. to'liq o'zlashtirilmagan, yaxshi o'zlashtirilmagan, o'sha mohiyatiga yetib borilmagan fanlar bor. Kerakli fanlar. O'shalarga yetarlicha e'tibor bermaganmiz. Bu gapingiz to'g'ri. Mana bu bizga ham o'tilgan, ikkinchi kursda o'tilgan, birinchi kursda o'tilgan oliy matematika juda ko'p hozir o'ylab qarasangiz kerakli fanlar o'tilgan. O'zimiz unchalik e'tibor bilan o'qimaganmizda. Hozir ya'ni ayniqsa mana bu oliy matematikada o'tiladigan mavzular hozir masalan har qanday magistratura yoki keyinchalik PhD darajasini qilmoqchi bo'lgan insonlar uchun juda kerakli fan hisoblanadi ular. Shunaqa. Buni hozir ingliz tilini bilsa, ingliz tilida mana linear algebra yoki boshqa juda ko'p masalan MITni yoki boshqa Coursera'da kurslar juda ko'p o'rgansa bo'ladi, lekin o'zbek tilida Khan Academy'sini Khan Academy'ni o'zbek tilidagi tarjima varianti bor. O'sha yerda bu haqida kurslar bor, ya'ni o'zbek tilida ham o'tsa bo'ladi. Umumiy endi oliy matematika darajasida emas, lekin umumiy general yaxshigina baza qilsa bo'ladi. O'sha yerda o'rgansa bo'ladi o'zbek tilida. Shunaqa. Khan akademiyasi, har xilini sinab ko'ryapman. Khan akademiyasidan ham ko'ra MITni ochiq kurslari bor ekan, shu professor. Shular nazariyasini yaxshiroq tushuntiryapti. Bor. MITda top bu MITni yo'nalish ochiq. bo'yicha yetarli darajada kurslar bor onlayn. Agar ingliz tilini bilsa, bemalol o'qisa Shunaqa. bo'ladi o'shani. Ya'ni ingliz Shunaqa. tilini bilmagan, masalan bakalavrda birinchi kurs yoki ikkinchi kursda oliy matematika o'tilsa, o'sha haqida chuqurroq yana ma'lumotga ega bo'lishni istasa, Khan Academy o'zida topsa bo'ladida, ya'ni qo'shimcha. Keyin bu judayam katta ehtimol bilan judayam katta o'qituvchiga bog'liq. Chunki o'zi murakkab Shunaqa. narsa, konsepsiya murakkab. Yangi kirib kelgan talabalarga o'rgatish o'qituvchi judayam zo'r pedagog bo'lishi kerak deb o'ylayman. O'qitish qobiliyati bo'lishi kerak pedagogda, yaxshi talabani keyin qiziqtira olish qobiliyati bo'lishi kerakda. Shunaqa. Asosan oliy ta'limda oliy matematikadan dars berayotgan o'qituvchilarni ko'pi o'zi biladi, bilimi yaxshi, lekin baribir talabalarda ham qanaqadir bizda ham bo'lgan bu narsa, ya'ni qiziqish kam bo'lgan, ular ham juda nima deydi, talabani o'zlariga tortib olisha olmagan deb bilayman.
Shunaqa. Hmm. Ya'ni bu narsa ayniqsa hozir data science yoki bioinformatics kurslariga juda kerak bo'ladi-da bular. Shunaqa, aynan shuning uchun Hmm. biz yo'nalishimiz medical biotechnology, ya'ni Mhm. texnology qismi bor. Bunda biz o'sha Python ham o'rganyapmiz hozir. Mhm. Shunaqa. Python o'sha linear algebra bulardan o'sha birga ishlatilyapti, chunki o'zi bionik qo'llar, bionik oyoqlar o'shani ishlab chiqarishi o'sha medical biotechnology'ning bir qismi hisoblanadi-yu. Masalan, bionik qo'llar ishlashini boshqarishda, kod yozishda o'sha fazodagi holatlarini Hmm. bilish kerak-ku, harakatga keltirish uchun. Hmm. O'sha harakat fazodagi holatlarini o'sha matrisalar bilan, vektorlar bilan ifodalash uchun kerak bo'lar ekan. Shuning uchun o'rganyapmiz. Aha. Uh, Demak, magistraturani o'zimiz nima Andijonda o'qigan bo'lsangiz, u yo'nalishingiz nima bo'lgan magistraturada? Farmatsevtik kimyo. Farmatsevtik kimyo. Aha. Farmatsevtik kimyo bo'yicha magistratura, magistrman. Mhm. U Endi bu soha, farmatsevtik kimyo bizga ancha tanish. Mhm. Ichiga kirganmiz, bilamiz hamma narsani, shu sohada ishlaymiz. Analitik kimyo, farmatsevtik kimyo bo'yicha. Mhm. Bu Uh, ancha oson bo'lgan bu yo'nalishda o'qish. mhm. Ya'ni kimyoni biz abituriyentlik davrida ko'proq yaxshi o'rganganimiz uchun, ya'ni baza bo'lgani uchun olib ketish oson bo'ladi baribir. Uh, Faqatgina uni rivojlantirish kerakda, yana oliy ta'lim darajasida. Shunaqa. Keyin qarang, endi nimaga o'tsak, ish jarayoniga va bu farmaparkdagi faoliyatingizga, 2 yilda anchagina menimcha tajriba oldingiz shekilli. Ya'ni bu laboratoriyada ancha nima deydi, HPLCmi yoki atom assotsiatsiya xromatografiyami, gaz xromatografiyami yoki spektrofotometrlar, har xil analitik usullar barchasini o'zingiz qo'lingiz bilan amalga oshirib ko'rgansiz. Ya'ni siz Shunaqa. bakalavriat davrida yoki farmatsevtik kimyo yoki o'shanda o'tgan har qanday почти usullarni metod ya'ni nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniga ega bo'lasiz. Shunaqa. Ya'ni farmatsevtik mahsulotlar xavfsizlik markazi Andijon filiali sifat sifat nazorati, ya'ni sinov markazi. Siz bu yerga kelganmisiz, oldin bo'lganmisiz? Andijondami? Yo'q, bormaganman. Andijon judayam moddiy texnik baza bo'yicha ham, kollegalar bo'yicha ham, ya'ni hamkasblar bo'yicha ham judayam zo'r muhit. Har doim qo'llab-quvvatlashadi. Biz yangi borganimizda endi faqat nazariya bilan bir ikkita narsa amaliysini bilardik, endi chuqur bilmasdik. Ular shu o'rgatib, yonlariga olib, men ko'rgan eng zo'r hamkasblar hisoblanadi. Zo'r qo'llab-quvvatlash bo'yicha ham har tomonlama zo'r. Bu yerda endi o'sha birinchi borganimizda O'ZX bilan GH, ya'ni suyuqlik xromatografiyasi va gaz xromatografiyasi bo'yicha tajribam bor edi. Bularni bilan ishlashardi. Shular bilan borganman. U yerda 2 yil davomida moddiy texnik baza yangilandi. Ya'ni ham ko'p suyuqlik xromatografiyalari turli detektorlar bilan olib kelindi. Gaz xromatografiyasi mass detektorlar bilan keldi. ICP, ya'ni ion plazmali tekshirish. Shunaqa judayam ko'p analitik qurilmalar olib keltirildi. Shular bilan hammasi bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'ldim. Bu judayam zo'r bo'ldi. Tajriba orttirdim. Ya'ni har qanday o'sha laboratoriyada ya'ni kimyoviy laboratoriyada ishlash mumkin bo'lgan analitik apparatura bilan bemalol ishlay olaman. Endi suyuqlik xromatografiyasi asosan bizda shu Amazonnikida Agilent ham bor shu. Lekin mana Waters'nikini o'sha treninglarda ko'rganman. Mhm. Ya'ni shu tomonlama juda katta tajriba orttirdim deb o'ylayman. Juda yaxshi bo'ldi. Hayotim davomida o'tgan eng foydali 2 yil bo'ldi shu.
Mhm. To'g'ri. Laboratoriya juda katta tajriba bergan. Hozir Zufar aka bilan nimaga Avstriyaga borib keldim dedingiz a? Ha, Avstriyaga borganmiz. Aynan Waters training bo'yicha. mhm. Qaysi apparaturaga trening qilib keldingiz? Suyuqlik xromatografiyasi, Mhm. MS. MSMS bilan. MS. Mhm. Ya'ni, adashmasam boshqarmada Waters'da shu MS olingan, sotib olingan. Mhm. Sizlarda bo'lishi kerak. Bor. Shu shu apparatura bo'yicha ishlash bo'yicha treningga borganmiz. U yerda o'sha nitrozaminlar asosan, ya'ni past konsentratsiyadagi yot aralashmalar, primislar analizi bo'yicha asosiy maqsad shu nitrozaminlar analizi bo'lgan. O'sha yerda Waters'da ya'ni mutaxassislari o'sha qanday qilib analizlarni foydali qilib o'tkazish, o'zlarini yechimlarini taklif qilishgan. Zo'r. Vengriya grantiga topshirish muddati qachondan boshlangan? Ya'ni e, qaysi sanadan ochiladi application? E, Nima A, omillar ta'sir qildi sizda o'sha Vengriya grantini yutishga? O'sha haqida to'liqroq gapirsak yaxshi bo'lardi. o'zi ko'plab grantlar bor. Bilsangiz, Germaniyani DAD'si bor. Britaniyada Chiving, Amerika Fulbright. Vengriyani ham shunga o'xshagan granti bor. Stipendium Hungaricum deydi. Va O'zbekiston va Vengriya o'rtasida yaxshi diplomatik aloqalar bor. O'zi Vengriya, masalan, Budapesht juda chiroyli shahar. Shularni o'ylab, masalan, o'zim ko'plab grantlarga masalan, bakalavr bitirgan bo'lsam, bakalavr bitirgan yillarimda 2-3 ta grantga topshirganman. Lekin u paytda shu ba'zi talablar borda. Odamda ishlagan staji bo'lishi kerak. Shunaqa talablar bo'lganligi uchun qaysidir bosqichdan masalan javobini olganman. Masalan, stipendium Hungaricumga ham topshirganman oldin. Grantlarga ham topshirganman. Endi mana 2 yil tajriba ish staji, ya'ni ishlaganimdan keyin, tajriba bo'lgandan keyin endi vaqtim juda ko'p emasda, hammasiga topshirishga anaqam bo'lmadi. Shuning uchun shu faqat stipendium Hungaricumga topshirganman. Yo'nalish stipendium Hungaricumda foydali tomonlaridan biri yutish ehtimolingiz katta agar siz to'g'ri yo'nalishda bo'lsangiz. Ya'ni bu hukumatlararo birga boshqariladigan grant hisoblanadi. Ya'ni Vengriya hukumatiga kimlarni o'qitib berish taklifini O'zbekiston hukumati tanlab beradi. Mhm. O'zbekistondagi mas'ullar asosan STEM va farmatsevtika, tibbiyot shunaqa yo'nalishlarga, injineriya yo'nalishlariga ustuvorlik beradi. Shuning uchun his qilgandim o'zi o'shandan ham o'sha yutish ehtimolining kattaligini. Shuning uchun topshirganman. Endi topshirishda universitet tanlash muhim. Endi men aynan biotexnologiyaga qiziqaman, chunki ko'rayotgan bo'lsangiz katta farm kompaniyalar, mana Lilly bo'ladimi, Novo Nordisk, Sanofi, AbbVie, bular hammasi katta resurslarni shu biotexnologiya yo'nalishiga tikkan va hozirgi kundagi dunyodagi eng bestseller, mana blockbuster dorilarda ham masalan Keytrue'dan olasizmi, Ozempicmi, hammasi biotexnologik usullarda ishlab chiqilib, ya'ni biotexnologiya kamarchasi bog'liq bo'lib qoldi. Kelajagiga ham bu eng asosiy yo'nalish bo'lib qoladi. Shuning uchun aynan biotexnologiyaga qiziqqandim. Shu yo'nalishda o'qishga qaror qildim. Endi biotexnologiya bo'yicha Vengriyada 2 ta universitetda shunaqa yo'nalish bor ekan. Aynan menga qiziqarli bo'lgan yo'nalish 2 ta universitet ekan. Bittasi Budapeshtda, bittasi Pech shahrida. Pech shahri Xorvatiyaga yaqinroq. Vengriyani markazidan uzoq, Budapeshtdan uzoq ancha. Shuning uchun men Budapeshtni tanlaganman.
Chunki bilasiz, poytaxtda imkoniyatlar ko'p. Har tomonlama ham shahar infratuzilma yaxshi, har tomonlama yaxshiligi uchun bu universitetni tanlaganman. Endi bu Pazman universiteti asosan informatsion texnologiyalar, ya'ni informatika shunaqa tomonlarga qaraydi. Semmelweis bor. Semmelweis shu tibbiy tomonga qaraydi. Ya'ni men o'qiyotgan yo'nalishda shunaqa. Semmelweis va Pazman universiteti qo'shma fakultet, qo'shma yo'nalish hisoblanadi. Hozirda o'sha informatsion texnologiyalar tomonlarini, ya'ni mana algebra, Python, dasturlar shu narsalarni o'rganyapmiz. Keyin o'sha tibbiy tomonga o'tganimizda Semmelweisga boramiz. Tushunarli. Hozir menga yoqqan tomoni hozir texnologiyaga, ya'ni urg'u beradi dedingiz-ku hozirgi o'zingiz. Pazma dedingiz nomini? Pazman Peter universiteti. Ya'ni sizlar hozir Python, linear algebra, shunga o'xshash matematikaga yoki qanaqadir programming skillslarga urg'u berib, ya'ni bu skillni rivojlantiryapsizlarda. Ya'ni bu biotexnologiyada juda kerak bo'ladigan skill. Buni yaxshiroq o'rganish kerak baribir. Kelajakda juda kerak bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, masalan, kelajakda biron bir kasallikka yoki kasallikka qarshi kurashish uchun dori vositalari in silicoda ko'proq yaratiladi-da baribir. In vitroda emas, ya'ni probirkalarda ichida dori yaratilmaydi. Birinchi o'rinda in silico, ya'ni kompyuterlarda modellashtirib, kompyuterlarda analitika qilinib, o'sha yerda yaratilib, keyin bu dori vositasi birdaniga sintez qilinib, masalan, qanaqadir organizmlarda yoki qanaqadir tish to'qimalarida sintez qilinib, klinik sinovlarga birdaniga, klinik emas, endi mana sichqonlarda yoki boshqa hayvonlarda sinov o'tkazishga birdaniga tezroq chiqarish mumkin bo'ladi. Ya'ni kelajakda emas, o'zi hozirdan dunyo miqyosida bu narsa juda katta, ayniqsa sun'iy intellektning rivojlanganligidan 2020-yildan keyin bu narsaga urg'u juda katta bo'lib ketdi. Ya'ni hozir kuzatayotganim, masalan, Novartis yoki Sanofi yoki Bayer, hammasi, masalan, farmatsevtik kompaniyalar hammasi AI orqali sun'iy intellektdan foydalanib dori vositalarini kashf etishga juda katta urg'u beryapti. Ya'ni buni o'rganish kerak demoqchiman-da. Ya'ni bu kerak. Biz shunchaki kimyo emas, bizga programming skilllar, matematik nimalar, bilimlar juda kerak va menga yoqqan o'sha siz tanlagan universitet o'shanga urg'u katta qo'yishi. Ya'ni buni yetarlicha maksimal darajada o'rganish kerak buni. Agar o'sha yerda juda zo'r mutaxassislar bo'lsa. To'g'ri. Masalan, to'g'ri. Mana AlphaFold haqida eshitganmisiz kerak? AlphaFold 2021-yilda ishlab chiqilgan. Shundan beri dunyodagi barcha katta farm kompaniyalar ishlatib kelyapti. O'sha oqsillarni ehtimoliy strukturalarini sun'iy intellekt anaqa qilib beradi. Foizlarda qaysi biri ketma-ketliklarini taxminiy aniqlab beradi. Bu masalan, olimlar dori ishlab chiqarish uchun, masalan, oqsil ishlatilinsa, o'sha oqsilni kelib olish uchun bitta oqsilnaqaga oxirgi, masalan, preklinik tekshiruvlarga kelib olish uchun o'nlab yillar vaqt ketgan. Bunga o'sha juda ham ko'plab, masalan, 5000 ta oqsilni tanlab olib, uni har bittasini xususiyatlarini o'rganib chiqib, shunaqa bo'lganda, keyin oxirida 4-5 ta oqsil shu ishlatilishi mumkinligi aniqlanib, keyin preklinik tekshiruvlarga o'tib ketiladi. Hozir AlphaFold buni juda qisqa vaqt ichida o'sha 5000 ta oqsildan o'sha 20 ta 30 tasini zo'r qilib ajratib bera oladigan darajada. Aynan shuning uchun o'sha AlphaFold ishlab chiqqan odamlar Nobel olgan. Hozirda juda katta
bum deydi-yu, shunaqa narsa ketyapti. Alpha Fold'da biladigan mutaxassislarga, Alpha Fold bilan ishlaydigan mutaxassislar barcha farm kompaniyalarida o'sha joylarni topishgan, ishlab faoliyat yuritib kelishyapti. Bu judayam katta naqa bo'lgan shu sun'iy intellekt yordamida shoxsular strukturasini oldindan hali sintez qilmasdan turib, siz aytganingizdek, Predikt qilish. ishlab chiqish buzar. Hmm. Alfa Fold nima deydi? Juda katta axborot bazasiga ega va foydalanmasak, ya'ni olimlar undan foydalanmasa, shunchaki uvol-da bu. Ya'ni o'rganmasa buni. Masalan, ayniqsa, Shunaqa. masalan, shu dori yaratish sohasidagilar, farmatsevtika yo'nalishidagilar, ilmiy ish qilayotganlar bundan foydalanmasa, buni o'rganmasa, e, bu sohaga, ya'ni bu sohada qolish keragi yo'q. Endi haligi naqa bor, masalan, farmatsevtikani rivojlangan davlatlarda asosiysi original dori vositalarini ishlab chiqish, ya'ni yangi dori vositalarini ishlab chiqish asosiy maqsad bo'ladi. Endi O'zbekistonga o'xshagan davlatlarda generik dorilar ishlab chiqariladi. Ya'ni yangi original dori vositasini ishlab chiqarish salohiyatiga ega bo'lgan farm kompaniya yo'q o'zi. Shuning uchun bizda bu narsalar ommalashmagan deb o'ylayman. Ya'ni bizni yo'nalishimiz, O'zbekistonda yo'nalish, farmatsevtikani yo'nalishi boshqa. Ya'ni bu tomonga original dorilar ishlab chiqarishga nima deydi, e'tibor, urg'u bermaydi farm kompaniyalar ham, olimlar ham. Shuning uchun bizda ko'p ishlatilmaydi. Shunaqa. Ya'ni bunga mablag', yaxshigina mablag' kerakda. Bitta Ha, dori judayam vositasi. ko'p mablag'. Hmm. Judayam ko'p mablag' kerak. Bunda esa bizda universitetlarda mablag' chindan yetarli emas, ancha. Juda kam. Juda kam aslida. Shunaqa o'zim masalan, mana katta farm gigantlarni oling, mana Lilly, Eli Lilly, Mhm. yo Novo Nordisk olasizmi, yo AbbViyni olasizmi, yo Johnson Johnson. Ularni kapitali O'zbekistonni kapitalidan kattada. GDP'danmi? Ha, masalan, GDP bo'yicha masalan 100 milliard atrofidami O'zbekistonniki. Ha, bir yuz O'zbekiston yigirma nechidir bo'lgan, adashmasam. shunaqa 120 milliard. Ular o'sha yillik daromadi bundan ko'p farm kompaniyalar bor. Mhm. To'g'ri, to'g'ri. Ya'ni solishtirish o'zi qiyinda. Bular faqat shu sohani ichida shuncha pul topishyapti, bundan juda ham katta qismini shu yangi dorilarga sarflashadi. Ya'ni solishtirish qiyin. Ya'ni O'zbekistondagi xohlagan eng katta zavod farm zavodidan umuman solishtirish mumkin emas. Mhm. Imkoniyatlar, resurslar bo'yicha. Mhm. Bu nafaqat O'zbekistonda, umuman barcha qo'shni respublikalarda ham shunaqa. Rossiyani ham qo'shib yuborsangiz bo'ladi. Endi Hindistonda bir ikkita katta zavodlari bor, shu dunyo bo'yicha eksport qiladi, lekin baribir Hindiston ham faqat vaksina sohasida, lekin vaksinani ham generik ishlab chiqaradi, yangi vaksinalar ishlab chiqarish qilmaydi, faqat generik ishlab chiqaradi. Ya'ni asosan generik bo'yicha Hindiston eng katta nimalardan, ya'ni shu soha, ya'ni biz ishlayotgan, ya'ni biz aytayotgan O'zbekiston ishlayotgan soha generik dori vositalarini ishlab chiqarish bo'yicha katta eksportyor hisoblanadi Hindiston. Ya'ni shu soha bo'yicha ketsak bo'ladi. Ya'ni shu soha bo'yicha masalan Hindiston katta daromad topyapti. Mhm. Shu yo'ldan ham daromad topsa bo'ladi. Shu bilan rivojlantirib, chet elga eksport qilib, generik vositalarni sifatli va arzon ishlab chiqarib sotsa, shu bilan ham rivojlanib, sekin-sekin bosqichlarda o'tib, o'sha haligi original dori ishlab chiqaradigan darajaga ham yetib boradi. Mhm. Endi To'g'ri. to'g'ri, vaqt masalasida masalan katta zavod aytayotganlarimiz ham, gigantlar ham bunga hech qanday bunaqa bo'lmagan. 150 yillik tarixga ega farm kompaniyalar bular. Mhm. To'g'ri. Nimani
Boyagi boshda nimaga kelgan haqida gaplashayotgan edik. Grant qaysi payt ochiladi, qaysi qanaqa topshirish, qanaqa shartlari bor, o'sha haqida. Hmm. Grant adashmasam noyabrda yoki oktyabr yoki noyabrda ochiladi. Dekabrgacha davom etadi. Bir oy bo'ladi adashmasam ochiq muddati. Mhm, Buni Spinning Hungarikum saytidan tekshirib olsangiz bo'ladi. Internetga shunday qilsangiz Spinning Hungarikum bo'ladi. Qaysi payt ochilishi, qanaqa davom etishi haqida. Endi kerakli hujjatlar magistratura uchun diplom, bakalavr diplomi, referens, ya'ni o'qituvchilardan tavsiyanoma. mhm, Bitta ish joyingiz bo'lsa ish joyingizdan, bitta professoringizdan, o'qish joyingizdan tavsiyanoma, motivation letter, kerak bo'ladi. Shu menimcha shu hujjatlar. Asosan Til shu bilish o'zi darajasi necha IELTS so'raydi? til universitetga bog'liq bu. Bunda Spinning Hungarikumda platformasi bor. Mhm, Siz u yerga hujjatlar topshirasiz, universitet tanlaysiz. U hujjatlarni universitetga jo'natadi. Har bitta universitetda o'zining talabi bor, har xil bo'ladi. Bu yerga kelgan masalan o'zbeklardan masalan ko'p gaplashganmiz. Ba'zilari masalan IELTSni o'zi bilan IELTSsiz ham, ya'ni Duolingo sertifikati bo'ladimi, boshqa sertifikat bo'ladimi, shu bilan ham o'qishga kirganlar bor. Endi gaplashsangiz, mana gruppada endi nimamiz bor, Spinning Hungarikumda gruppasi bor Telegramda. Hamma o'sha o'zini tajribalari bilan bo'lishadi. Masalan 8 IELTS 8,5 bilan ham kira olmaganlar bor. mhm, Bu hammasi universitet talablariga bog'liq. Faqat IELTSga qaramaydi. Masalan 5, 5,5, 5,5 dan boshlanadi menimcha. Bakalavr uchun, magistratura uchun 6, 6,5. Shu bilan yetarli, ya'ni bo'ldi. Til biladimi? Til biladi, bo'ldi. Endi qolgan narsalarga qaraydi asosan. Motivation letterga, eng asosiysi motivation letter. Baholarga qaraydi. Chunki bu yerda baholar ahamiyati katta. Chunki baholarga qarab siz o'qishda qanaqa o'qiganingizni ular baholasha oladi, ko'risha oladi. Shuning uchun baholar muhim. Bu butun dunyodagi hamma grantlarga topshirayotganda baholar katta ahamiyatga ega. 80 dan past bo'lsa, umuman yuchish imkoniyati 0 degani. mhm, Shuning uchun maksimum 90 atrofida bo'lishi, 90 dan baland bo'lsa yaxshi. Umumiy foizda. mhm, Shunaqa bahoga e'tibor berish kerak. Motivation letter. Tavsiyanomalar ham endi o'qituvchilar yozib berishadi. U ham bormi bor. Uning ichida masalan qanaqa gap yozilgan bo'lsa, o'shalar rost yo'qligini masalan suhbatda so'rab olishlari mumkin. Shunaqa bo'ladi. Bu birinchi bosqich. Birinchi bosqichda dokumentlaringizni topshirasiz. Hamma yo'lni topshirgan bo'lsangiz, to'g'ri topshirgan bo'lsangiz, keyingi bosqichga o'tiladi. Keyingi bosqichda nominatsiya deydi. Nominatsiya qilib beradi. O'zbekiston tomoni, O'zbekistondagi hamkor, ya'ni O'zbekiston hukumati nominatsiya qilib beradi. Ya'ni hamma O'zbekistondan kimlar topshirgan bo'lsa, bu grantga O'zbekiston hukumati buni ko'rib chiqadi-da. O'zini kadrlar bo'yicha siyosatidan kelib chiqib, talabdan kelib chiqib tanlab beradi. Hozirda masalan ko'pchilik computer science'ga qiziqadi. Judayam ko'pchilik computer science shunaqa yo'nalishlarga topshiradi. Biznes yo'nalishi bor, engineering yo'nalishi bor, tibbiyot. Shular ichida masalan engineering bilan tibbiyotga ko'proq kvota beradi O'zbekiston. Chunki biznes bo'yicha O'zbekiston o'zida ham yaxshi universitetlar ham bor. Engineering bo'yicha, tibbiyot bo'yicha chet eldan ko'proq narsa o'rganib, jamiyatga ko'proq foyda keltirishi mumkin degan siyosat bor. Shunaqa. Bu to'g'ri ham menimcha. Shuning uchun bu soha tomon, ya'ni bu sohadagilar tibbiyot,
va injiniring sohasidagilar bu grant yutish ehtimoli katta. O'sha to'g'ri yo'nalish anaqa qilinsa. yo'nalish bilan harakat qilinsa, masalan, faqat nominatsiya bilan ham o'zi bilan yutib bo'lmaydi. Nominatsiya bu yordam beradi. Keyingi bosqichga o'tishingizga nominatsiya bo'lganingizdan keyin universitet o'zini suhbatlari bo'ladi. Universitetga kirish suhbatlari bo'ladi, imtihonlari bo'ladi. Bizda o'sha onlayn imtihon bo'lgan, suhbat bo'lgan ikkita. Shundan keyin qabul qilingan. Tushunarli. Endi suhbatda nimani so'raydi? Tanlagan yo'nalishingiz bo'yicha nimalar bilishingiz, shu narsalarni so'raydi. Masalan, Demak, matematikadan bizning yo'nalishimizda o'sha biotexnologiya bo'yicha Western blot, transkripsiya shunaqa narsalar juda qiyin emas, shunaqa oddiy narsalar so'ragandi. umumlashtirib aytadigan bo'lsak, Vengriya grantini yutish uchun, demak, STEM sohasida, ya'ni Science, Technology, Engineering and Mathematics o'sha yo'nalishda asosan o'qiyotgan bo'lishi kerak. Keyin baholari 90dan yuqori bo'lsa yaxshi, lekin 80dan tushib ketmagan, 85 bo'lsa ham qoniqarli. Demak, til bilish darajasi universitetga bog'liq. Magistratura uchun 6-6,5, 7 bo'lsa juda ham yaxshi. Demak, qanaqadir amaliy tajribaga ega, praktikaga ega bo'lsa, bu plus. Yaxshi professorlardan xat, Tavsiyanoma. keyin motivation letter yaxshi yozsa, demak, yutish ehtimoli kattaroq bo'ladi. Shunaqa eng asosiysi motivation letter bo'ladi. Ya'ni siz bu asosan ularga ko'rsatib bera olishingiz kerak. Mana shu yo'nalishga topshirganingizdan keyin undan qanaqa darajada maksimalniy foydalanib, kelajakda o'zingizni davlatingizga foyda keltira olishingizni menimcha ko'rsatib berishingiz kerak. To'g'rimi? Shunaqa. Menimcha motivatsion xatingizda shunga ko'proq urg'u berganmisiz? Shunaqa. Ya'ni bu o'qish kursi davomida yaxshi o'qib, O'zbekistonga qaytib, o'sha foydali mutaxassis bo'lishingiz haqida yozishingiz kerak. Bunga kerak bo'ladigan sizda barcha ko'nikmalar, skilllar borligini misollar bilan eslatib o'tib ketishingiz kerak. Masalan, men o'qish davomida mana bunaqa narsalar bilan shug'ullanganman va bu mani ya'ni bakalavriat davomida shu narsalar bilan shug'ullanganman va bu mani magistraturamga yordam beradi. Ma'lum sohalarda tajribam bor. Bu tajribam bilan mana bu sohalarda muvaffaqiyat qozonishim mumkin bo'ladi degan ma'noda. Shunaqa. Shu tomonlariga motivation letterga shunaqa. Albatta o'sha O'zbekiston, ya'ni aniq rejangiz bo'lishi kerak. Prosta aniq rejangiz bo'lishi kerak. Men 2 yil bunaqa ish qilaman, qaytib mana bunaqa ish qilaman. Shunaqa rejangiz aniq bo'lishi kerak. Shunga ham e'tibor berish kerak. Sizda ish joyingizdan olgan tajribangiz qanchalik rol o'ynadi deb o'ylaysiz? Katta rol o'ynaydi tajribangiz. Men ko'p universitetlarga topshirganman. Angliyadan 4-5 ta universitetga. Bu universitet hammasi qabul qilgan magistraturaga. Ya'ni tajriba ahamiyati katta. Shu narsalar yordam bergan deb o'ylayman. Hammasi qabul qilgan. Queen's Mary University bor edi. Queen Mary University. Manchester, Strazeld, ko'p universitetlardan qabul xatlari kelgan. PhDga ham tajribani ahamiyati katta. O'sha nimalar to'g'ri taktika bilan topshirilsa yaxshi bo'ladi. Tushunarli. Siz hozir qanaqa kurslarni oldingiz va siz yana qanaqa kurslar qo'yilish kelajakda qo'yiladi? Kurs modellaringiz bilan ham
gaplashsak yaxshi bo'lardi. O'z modullarimizda eee, kimyo bor edi. Ya'ni Mhm. general chemistry bor edi. Endi bu yerda bitta narsa yoqdi menga. Birorta kurs bo'lishdan oldin kirish imtihoni bo'larkan. Kirish imtihonidan agar yetarlicha ball to'plasangiz, u kursda qatnashmasangiz ham bo'ladi. Shu masalan general chemistry bo'ldi, keyin biology, ya'ni qanaqa genetics and biology shunaqa kurslar bo'ldi. Ulardan masalan imtihonga kirib o'tib chiqdim. Ularda olmayapman. Vaqtim asosan shu matematika, algebra, linear algebraga и shu Pythonga sarflayapman. Mhm. Hozir o'sha 4 ta fanlar Mhm. qo'yilgan bizga. Mhm. Bazaviy fanlar: kimyo, biologiya, genetika и mana algebra, Python, Mhm. dasturiy ta'minot. Hozir Python tugagan. MATLAB bo'lyapti. No, Mhm. MATLAB ham yaxshi, kerakli narsa bo'lgani uchun o'qiyapman. Mhm. Python tugadi, MATLAB o'qiyapmiz. Algebra. Shu zo'r ekan. Shu Mana bu nima deydi? Siz yetarlicha bilimga ega bo'lgan yo'nalishlarda, nima fanlarda e, imtihon orqali o'tib olib, o'zingizga ya'ni kamchiligingiz bor fanlarda olib olishingizga. shunaqa. Bu siz nima farq mana magistraturani o'zimizda ham o'qidingiz, Vengriyada ham o'qiyapsiz. Nima farq sezdingiz sistemada, ta'lim sistemasida? Shu fanlar tanlash bo'yicha masalan O'zbekistonda majburiy fanlar bor. Mhm. Tanlov fanlari bir donami, bir ikkita bo'ladi xolos. Mhm. Uniyam siz tanlamaysiz. O'sha kafedra imkoniyatlardan kelib chiqib tanlaydi. Mhm. A, Bu yerda majburiy fanlar, bu yerda ham shunaqa majburiy fanlar bor, lekin tanlash imkoniyatingiz ko'proq. Sizga ko'proq erkinlik berilgan. Mhm. Siz majburiy fanlarga yopishingiz kerak. Ular ko'p emas, asosiy majburiy fanlarga yopishingiz kerak. Kreditni o'sha to'ldirishingiz kerak. Magistraturani bitirishingiz uchun yetarli kredit to'ldirishingiz kerak. U kreditni to'ldirishingiz uchun qanaqa fanlarni tanlashni o'zingiz tanlaysiz. Endi hozir bizda kredit modul sistemasiga o'tgan universitetlarda ham shunaqa bo'lsa kerak. TATUlarda o'tgan shunaqa bo'lsa kerak. No, biz o'qigan paytimizda, biz o'qigan universitetda unaqa emas edi. Tanlov imkoniyati ko'proq. O'zi xohlamagan fanlaringizni majburmansiz o'qishga. Xohlagan fanlaringizni qo'shimcha qilib, o'zingizga skill qilib tanlab o'qishingiz mumkin. Ya'ni ko'proq erkinlik berilgan. Bu yaxshi, menga yoqdi. O'sha aytganimdek, har bitta fandan oldin, masalan, majburiy fan bo'ladi, bu fandan oldin o'sha imtihonga kirib o'tib qo'ysangiz, sizga kerakli kreditni beraveradi. Bu ham yaxshi imkoniyat. Masalan, qayta bilgan narsangizni o'qib, vaqt, energiya, resurs sarflamasdan boshqa narsaga urg'u qaratsangiz bo'ladi. Bu ham yaxshi. Menga yoqdi shu tomonlari. Mhm. Tushunarli. Uh, Bu mana 2 yil bo'ladi magistraturasida, to'g'rimi? Hmm. 2 yil bo'ladi. 2 yildan keyin o'zingiz mavzu tanlaysizmi yoki hozirdan mavzuyingiz bormi? Qaysi payt tanlaysizlar mavzu? Hozir magistratura o'zi 2 yil, 1 semestr, yana qo'shimcha yarim yil. Shu bazaviy fanlarda mana venger tili, venger madaniyati degan fanlar bor. Mhm. Mana shular tugatish uchun vaqt bergan. Mana shu tugagandan keyin, 1 semestr tugagandan keyin asosiy magistratura boshlanadi. Asosiy magistratura boshlanganda 1-semestrda tezis mavzusi tanlanadi. O'sha qanaqa sohada, qaysi sohada magistrlik ishingizni yoqlaysiz, shu bo'yicha tanlanadi. Mhm.
Endi bu yerda turli laboratoriyalar bor ekan. Yana bitta narsa qiziq tomoni menga universitetda research gruplar bor ekan. Mhm. 20-30 ta atrofida ko'rdim. Biz fakultetda o'zida o'sha 30 ta atrofida research gruppalar bor ekan. O'sha professorlar biriktirilgan. O'sha professorlar laboratoriyalarda shu mavzu bo'yicha tadqiqot qilishadi. Siz o'shalardan bittasini tanlab turib, o'sha tadqiqotda laboratoriyada amaliyot qilishingiz mumkin. Endi o'sha sohani tanlaganingizdan keyin sizga o'sha soha bo'yicha qanaqadir bitta tezis tanlashadi professorlar. Masalan, mana bu soha bo'yicha tadqiqot qilsangiz bo'ladi yoki diplom ishingizni mana bunaqa sohada qilsangiz bo'ladi degan maslahatlar berishadi. Siz ungacha o'sha qiziqishingizni bildirishingiz kerak, qaysi sohaga qiziqasiz. Men ko'rganlarimdan bu yerdan microparticle bo'yicha edi. Microparticle medicine delivery bo'yicha ko'rdim. Qiziq tuyulganlari. Mhm. Keyin men bu yerda aytdim, har xil yo'nalishlar bor. Ya'ni bittasi, ya'ni o'sha eshitish imkoniyati cheklanganlarga qo'l harakatlari bilan gaplashiladi-ku. Mhm. Shuni real vaqt rejimida tarjima qilib borish, tarjima qilib beradigan shunaqa dastur ustida ishlashyapti ekan. Bu ham menga qiziq tuyuldi. Mhm. Endi bu bizni sohamizdan uzoqroq, endi biotexnologiyadan uzoqroq, bu ko'proq o'sha informatika, ya'ni dasturlash tomoniga ko'proq qaratiladi. Shunaqa yo'nalishlar ham bor ekan. Keyin o'sha bionik qo'l chiqarish bo'yicha dasturlar. Shular eslab qoldim. Yana ko'p sohalar bor. Buni bafurcha o'tirib, keyin bitta sohani tanlab, keyin o'sha magistrligimni shu bo'yicha qilmoqchiman. Mhm. Tushunarli. Nimalarim bormi? Tissue engineering, ya'ni to'qimalardan organlar yaratish. Ham bor. Bu ham kelajakda nima deydi? Amalga oshadigan yo'nalishda, ya'ni e, o'stirish, yurakda o'stirish yoki Shunaqa. buyrak, jigar, ya'ni organlarda o'stirib, tayyor insonga transpla ko'chirib Transplantatsiya. o'tkazish. Transplantatsiya. Transplantatsiya. O'sha ko'chirib o'tkazish. Ya'ni bu yo'nalishda agar tanlasak, kelajagi bor sohada. Shunaqa. E, Menimcha siz hali aynan bittasini tanlamadingiz-a? Yo'q, hali tanlaganim yo'q. Hali Hmm. hammasini o'rganib ham chiqqanim yo'q. Tepan Hmm. 30 ta atrofida gruppa bor ekan. Har bittasini o'rganib chiqish kerak. Hmm. Keyin professorlar bilan gaplashib, undan keyin bittasini tanlaymiz. Güzel. Bu magistraturani bitirgandan keyin O'zbekistonga qaytib kelish qat'iy sharti bormi yoki qolib PhD qilishingiz ham mumkinmi? Yoki ishlashingiz Ha, qanaqadir kompaniyalarda? Qaytib kelish sharti yo'q. Mhm. PhD qilsa bo'ladi. Ko'r Bu yerda bir ikkita studentlar ko'rdim. Shu bakalavriya kelgan, bakalavriyadagi magistratura o'qigan, magistraturadan PhD qilgan. Shunaqa qolib PhD qilsa bo'ladi. Bu yanayam yaxshi, chunki to'g'ridan-to'g'ri PhDga kelish uchun sizda juda kuchli networking bo'lishi kerak. Chunki PhDning talablari boshqacha magistraturadan. Chunki mana topshirayotganingizda, grantga topshirayotganingizda siz oldindan professordan tavsiya xatini, ya qabul xatini olgan bo'lishingiz kerak. Endi tasavvur qiling, O'zbekistondan turib, qanday qilib bu yerdagi Vengriyadagi universitet professoridan qabul xati olish mumkin? Bu juda ham murakkabda, qiyin. Endi Yani onlayn emaillarga bog'lanish, yozish kerak bo'ladi. Bog'lanish kerak, email yo'q, yozish kerak. email yozish kerak. Bu email yozib, suhbatdan o'tib, bu juda ham katta anaqa ko'p vaqt oladigan narsa. Mhm. Endi masalan, ko'pchilik qabul o'sha bu yerdan magistrda bitirgan studentlardan ko'pchilik PhD oladi. Siz u yoqdan topshirganingiz qiyinda.
Bu yerda magistraturani bitirganingizdan keyin o'sha professorlar bilan tanish bo'lasiz. Kim nima qanaqa hammasi osonroq bo'ladi. Oldindan o'sha magistraturadan keyin PhD o'qishingizni bildirib qo'ysangiz, o'sha gaplashib, laboratoriyalarda birga anaqa qilsangiz osonroq bo'ladi menimcha Mm. qabul xatini olish. Ancha oson bo'ladi. Shunaqa deb o'yladim. Tushunarli. Sizda reja bormi PhD o'qish? Ha, PhD qilish umumiy rejada bor. Qachon va qayerdaligi hali bir qarorga No. kelganim yo'q. Tushunarli. Yevropada magistrlik diplomni olsam o'zi Mhm. ko'p eshiklar ochiladi, ko'p imkoniyatlar bo'ladi Mhm. va men PhDni yo Germaniya yoki Xitoy shu variantlarda hozir xayolimda bor. Ya'ni hozirgi raqam bo'yicha yo Xitoy yo Germaniyada qilish niyatim bor. Balki keyin o'zgarar, balki Amerika, Amerika hozir umuman variant emas. Mhm. Balki Kanada shunaqa variantlar bor. Qaysi birini tanlashni keyinroq hal qilaman, keyinroq qarorga kelaman. Nega Xitoy? Xitoy ha, dahshatli darajada rivojlangan bu Mhm. sohada, universitetlar sohasida ham ilm-fan dahshatli darajada rivojlangan, Texnologiya. shaharlari ham. Men Xitoyda bo'lganman, Mhm. o'sha Xitoy shaharlarida bo'lganman. Rivojlanish bo'yicha, infrastruktura bo'yicha, shaharsozlik judayam oldinda Mhm. va Xitoy ham dunyodagi eng katta ekonomikalardan bittasi. Katta pul bor, pul bo'lgandan keyin katta investitsiya qila oladi, ya'ni ilm sohasiga. Shuning uchun Iqtisodiyoti ikkinchi o'rindada. Amerikadan keyin. Shuning uchun shunaqa iqtisodiyoti eng rivojlangan davlatlarda ilm-fan bilan shug'ullansangiz, masalan, birorta g'oyangiz bo'lsa, startap qurmoqchi bo'lsangiz, o'z kompaniya ochadigan bo'lsangiz, o'sha grantlar yutish imkoniyatingiz ham ko'proq bo'ladi. Shuning uchun Germaniyada ham shunaqa iqtisodiyot rivojlangan, ya'ni sarmoya kirita oladi. Germaniya, Xitoy, endi Mhm. Amerika ham zo'r, lekin Amerikani ko'rib turibsiz hozirgi siyosatini. Mhm. Kanada yaxshi variant. Yoki Skandinaviya davlatlari ham juda ham boy, imkoniyatlar katta Mhm. Tushunarli. farmatsevtika sohasida. Hali bir qarorga kelganim yo'q, o'sha o'ylab har tomonlama imkoniyatlardan kelib chiqib harakat qilmoqchiman. Tushunarli. Uh, Zo'r. Va arab davlatlarini o'ylab ko'rmaganmisiz? Masalan, Yo'q, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar. U yoqda masalan, ayni pul ko'p demoqchimanda, ilmga uh, issiq, ha? juda issiq Issiq. klimat yoqmaydi. Klimat to'g'ri. Hmm. Tushunarli. Zo'r, zo'r. Mana teparoqda gaplashdik. Bakalavr davrida unchalik ko'p foydalanmadik. Ya'ni bunaqa bo'lganda zo'r bo'lardi degan afsuslar bor. Ya'ni bakalavrlik davrini yaxshi o'tkazish bo'yicha afsuslar bor. Uh, tavsiya nima tavsiyalar berardingizki, mana shu farmatsevtika yoki mana shu tibbiyot yoki shu yo'nalishda o'qiyotganlarga bakalavrlik davrini zo'r, masalan, ideal demasak ham kamida 70-80% yaxshi o'tkazishni nima qilsinki ular zo'r o'tkazsa? Ah, O'zi birinchi o'rinda o'sha oldindan maqsad qo'yib olish kerak. Kim bo'lmoqchi, kelajakda shu bakalavr bitirib o'zini qayerda ko'ryapti, qayerga boradi. O'sha tochkani aniqlab olsa, keyin o'sha tomonga qarab yurish uchun kerakli yo'nalishni tanlasa bo'ladi. O'sha yo'nalishda nimalar kerak bo'ladi. Va universitetlar bu maktab emas ekan. Maktab emas, shuni tushunish kerak. Maktabda masalan dars o'tishadi, sizga mana o'rganishingiz kerakligini qilishadi, tekshirishadi, baho qo'yishadi, mana qilgan qilmaganligingizni vazifalarida.
Universitet unaqa emas. Universitet bitta siz o'zingiz o'qishingiz kerak. Siz o'zingiz harakat qilib, ichingizdan chiqib, o'sha fanni o'zingiz uchun o'zlashtirishingiz kerak. Faqat universitet o'zi bilan, ya'ni o'qituvchilarni bilimi bilan cheklanib qolmaslik kerak. Boshqa resurslardan ma'lumotlar qidirish kerak. Eng asosiysi tajriba, ya'ni amaliyot qilish kerak. Amaliyot, internship, shu narsalar bizda ozgina o'xshaydiyam. Endi hali yozda majburiy amaliyotlarga qo'yishadi. Bu ham yaxshi, lekin majburiyda. Siz masalan bu soha umuman boshqa sohaga qiziqishingiz mumkin-da. Mana bizda ichki aptekalarga, davlat ichki aptekalariga amaliyotga qo'yishgan. Lekin men bu sohaga qiziqmayman. Bu majburiy amaliyotda. Bu bunaqa emas. Buni qanaqadir zamonaviyroq yechimlarni topish kerak. Talabalarni o'zini qiziqishidan kelib chiqqan holda shu amaliyotga yo'naltirish. Chunki men universitetda zo'r nazariy bilimlar bilan egallab chiqqaningiz bilan amaliy ish jarayoni umuman boshqacha. Bunga tayyor bo'lish kerak. Buning uchun o'sha amaliyotlar o'ylab topilgan. Shu amaliyotlar zo'r ishlasa yaxshi bo'ladi. Shu tomondan amaliyotga e'tibor berish kerak. Ko'proq resurslardan ma'lumot olish kerak deyapman. Endi tilni o'rganish bu endi nima deydi, tavsiya emas, bu o'sha majburiyat bo'lib qoldi. Hamma O'zbekiston hamma o'rganyapti, biladi qaysidir ham bosqichda. Ingliz tili eng asosiysi, kamida ingliz tili. Endi kelajakdagi sohasiga qarab, agar masalan Germaniya yoki shu davlatlarga ketmoqchi bo'lsa, nemis tilini o'qigan yaxshi, ma'qul. Agar bo'lmasa, shunaqa rejasi bo'lmasa, ingliz tili eng keraklisi. Ingliz tilini o'qib, ingliz tilini bilsa, o'sha qayerdan ma'lumot olish kerakligini, qanaqa ma'lumot olish kerakligini hammasini biladi. Shunaqa qilib o'rganaveradi. Birinchi o'rning til o'rgangandan keyin o'sha fanlar, o'ziga kerakli fanlarni chuqurroq o'qib, amaliyot shunaqa qilish kerak. O'sha maqsad tanlab olgandan keyin tilni o'rganib, o'sha kerakli fanlarni o'qib, o'sha maqsadga boradigan. O'sha maqsadga yaqin yo'nalishlarda amaliyot qilish kerak. Bu eng to'g'risi menimcha shu. Maksimum hamma fanlarda bazaviy, ya'ni fundamental darajada o'qib ketgan ma'qul. Bu kamida dunyoqarashni kengaytiradi. Men ham bitta qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Yaxshi bir ustoz topish kerak degan fikrdaman men. Qanaqa qaraysiz bunga? Shuni yaxshi, bu zo'r. Ya'ni bu kerakmas ko'chalarga kirib chiqishning oldini oladida. Masalan, birinchi ingliz tilini o'rganish kerak, ya'ni o'sha birinchi kursdan boshlash kerak. Qanchalik tezroq, yaxshiroq o'rganib olsa, o'zining keyingi maqsadlar, masalan, bitta siz bakalavrni bitirib kim bo'lmoqchiligingiz, qaysi yo'nalishda ketmoqchiligingiz dastlab baribir qiyin aniqlab olishingiz. Ingliz tilini o'rganish va ustoz topish mana shu maqsadni ertaroq aniqlashga yordam beradi. Shunaqa, ustoz topsangiz, ustozingiz yo'nalishida ketishingiz 90% aniq bo'ladi. Endi ustozni endi u aytmoqchi bo'lganim, qarang, qanchalik yaxshi ustoz topsangiz, siz ustozni yo'nalishida ketmaysiz. Ya'ni o'zingiz qiziqqan yo'nalish topasiz va o'sha ustoz o'sha yo'nalishga sizni yo'naltiradi, qancha to'g'ri yo'lda. Endi aslida to'g'ri ustoz shunaqada, ya'ni o'zini yo'nalishiga tortmaydi, sizda bor potensialingizni ochib, siz nimaga qiziqasiz, o'shanga yo'nalish beradi. Endi bizda qanchalik bunaqa darajadagi o'qituvchilar, ustozlar bor, bilmadim. Men ham bakalavrlik darajamni nima deydi, perfect o'tkazmaganman. Shu 4 qo'yaman men ham почти 10lik sistemada. Shunaqa mentorship butun dunyoda keng tarqalgan narsa. Ya'ni o'ziga shu ustoz topib
maslahatlar olgani. Endi lekin mentor o'sha aytganingizdek cheklab qo'ymaslik kerakda. Masalan, mentor o'zini sohasiga tortmaslik kerak. Ya'ni qiziqishlardan kelib chiqish kerak. To'g'ri maslahat bera olish kerak. Ha, shuning uchun mentor judayam dunyoqarashi keng, bilim doirasi katta, anaqa bo'lgani yaxshi. Bilmadim, lekin men katta ehtimol bilan hozir shu ustoz topish deganingizdan o'sha xayolimga keldi. Katta ehtimol ustoz topsangiz, o'sha ustoz yonida yurasiz, ilmiy ishlarini ko'rasiz. Endi yurganingizdan keyin, qilganingizdan keyin o'sha qiziqishingiz ortadi. Endi shu sohadan siz yaxshi daromad topish imkoniyatingiz borligini ko'rsangiz, ustoz ham sizdan qanaqa shogird, yaxshi shogird chiqishini bilsa, nimaga endi u sizni o'ziga tortmaslik kerak, siz unga tortmaslik. Shunaqa katta ehtimol bilan shunaqa bo'lib o'sha sohaga kirib ketadi. Bu ya'ni 100% ehtimol emas, katta ehtimol bilan. Tushunarli. Variantlar ko'p bo'lishi kerak. Lekin bu tibbiyot sohasida keng tarqalgan. Masalan, agar biz tibbiyot universitetida o'qiganimiz uchun bilamiz. Meditsina talabalari, ya'ni davolash ishi yo'nalish talabalari o'sha 3-kursdan o'sha bitta ustoz topishadi. Bu ustoz topdi degani bo'ldi. Bu o'sha sohada ketadi degani. Masalan, kardiolog topadi yoki endokrinolog yoki jarroh, neyrosurolog. Shunaqa o'sha ustoz topadi. Katta ehtimol bilan 80-90% ehtimolda aynan shu yo'nalishda keyin o'zini faoliyatini davom ettiradi. Chunki haligi o'sha ancha yurib qo'ygan bo'ladi, bu tomonga endi qaytish Istamaydi. talab ketgan yaxshi deydi. Shuning uchun men aytdim, o'sha bitta ustoz topsangiz o'sha yo'nalishda. Endi farmatsevtikada bilmadim. Yo'l ko'rsatadi. Vaqt ko'rsatadi o'shani. Endi yana bitta narsani aytib ketay. Mana hozir bitta kimdir ko'rsa, ya'ni shu sohada o'qiyotganlar ko'radigan bo'lsa, farmatsevtlar bu sohadagi kadrlar butun dunyo bo'yicha ham kerakli, ya'ni talab katta bo'lgan soha hisoblanadi. Yevropada ham, Amerikada ham. Faqat shunga yarasha kerakli skilllaringiz bo'lsa, til va boshqa o'sha sohada kerakli skilllar, ya'ni ko'nikmalaringiz bo'lsa, bu sohada Yevropada ham, Amerikada ham ish topsangiz, ish topib yaxshi pullar ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni bizdan O'zbekistondan bu soha bo'yicha chet elga ketib ishlaydiganlar juda ham kam. Chunki ko'pchilik shu apteka sohasi, o'zimizda shunaqa sohalar bilan ham o'zi yaxshi daromad topganligi uchun bu chetga ketish haqida anaqalar kam, unaqa keyslar juda ham kam. Shuning uchun ko'p ham eshitavermaymiz. Masalan, tibbiyotda masalan doktorlar, shifokorlar Germaniyaga, Amerikaga ketayotganlarni ko'p eshitamiz. Bu yerda masalan adashmasam Germaniyada 2,5 mingdan ortiq hozirda o'zbekistonlik shifokorlar bor. Farmatsevt, O'zbekistondan borgan farmatsevt men bittasini bilaman. Bir dona. Farq shunaqa katta. Ya'ni bizdan shunaqa chetga ketadiganlar kam. Lekin xohlovchilar bor, ko'p. Shularga shunaqa bitiruvchilarga maslahatim shu tilni zo'r o'rganib, yo nemis tilini, yo ingliz tilini zo'r o'rganib, o'sha kerakli fanlarni o'rganib ketish imkoniyati bor. Va bu yerda talab ham bor. Tushunarli. Chunki katta farma kompaniyalar hammasi yo Yevropada yo Amerikada. Tushunarli. Sizda nima undaganki apteka ochib biznes qilmasdan ilmiy sohaga kirishga? Hani o'zi universitetda o'qib yurgandayoq, ya'ni bu sohaga ya'ni apteka bu sotuvchilikda nima desangiz bo'ladi? Bu biznesda, mana bu 5 yil o'qish kerak emasda bu apteka ochish uchun. Kimdirdan diplomini olsa bo'ldi. Shunaqa. Bu
5 yil o'qib faqat apteka bilan cheklanib qolmaslik kerak deb hisoblaganman oldindan. Hozir shu Mhm. fikrdaman. To'g'ri, masalan, o'qiganingizdan keyin boshqa sohalarda anaqa faoliyat yuritib, aptekani masalan, qo'shimcha biznes sifatida ochib, kimdirni masalan boshqaruvchi qilib qo'yib qilsangiz bo'ladi. Biznes bu. To'la 100% biznes bu. A, Ну, hozir o'ylasangiz masalan 20% marja bilan do'kondan farqi yo'q-da. Mhm. Undan kattaroq do'kon ochsangiz ham baribir o'sha foyda agar biznes qilaman desangiz. Hozir shu apteka sohasi ancha tartibga tushib, qiyinlashib qoldi. Menimcha ko'pchilik o'sha bu fikrdan qaytayotgan bo'lsa kerak. Aptekaga kirish soha fikridan ko'pchilik o'sha qaytyapti ham. И 5 yil o'qib faqat apteka ochish bu noto'g'ri deb Mhm. hisoblaganman. Shuning uchun apteka ochmaganman. Ha, zo'r, zo'r. Menda ham shunaqa bo'lgan. Ya'ni ma'lum vaqt aptekada ishlaganman. Bu tasavvur qilolmaganman umrim mana shu aptekada shunaqa apteka yuritib yoki dori sotib o'tib ketishini. U Mhm. nima deydi? Ma'lum vaqtdan keyin o'ylaganman-da. Menda ikkita yo'l bor. Masalan, apteka sohasiga hozir masalan qanaqadir shu sohada ishlab, tajriba orttirib, qanchadir miqdorda pul tikib, apteka sohasiga kirsam, keyin ma'lum bir 30 yoshga borganingizda yaxshi daromad topasiz, lekin qanaqadir hayotdan ma'no yo'qdek his qilib qolamanmi degan tuyg'u o'tgan. Keyin o'ylaganman, e, qaysi birini tanlasam yaxshiroq. O'yladim, agar men hozir ilmiy sohani tanlab, qanaqadir tajriba orttirib, ilm qilsam, masalan, 30 yoshga borganimda menga e, shu ilmiy soha yoqmay qolsa, umuman katta ehtimol bilan yoqmay qolsa, o'z nima iloji borki, men yana qaytadan masalan apteka sohasi yo biznes sohasiga o'shanga kira olaman. Ya'ni bunga xod bor. Agar men 30 yoshga kirganimda masalan 20 shu bitirib apteka ochib 30 yoshga kirganimda keyin men apteka ochganimdan afsuslansam, men ilmiy sohaga kirishga xod yo'q. Tushundingizmi? Mana shu narsa eng yaxshi nuqtada. Siz ilmiy sohaga qiziqsangiz, o'shanga harakat qilib, o'sha ilmiy sohaga kirib ko'rish kerak va o'sha agar ilmiy soha sizniki emasligini his qilsangiz, yoqmasa-gina keyin siz aptekaga yana qaytish imkoniyati bor. Yoki ilmiy soha bilan birgalikda buni ham olib ketish mumkin agar istaganlar qila olsa. Okay. Shunaqa. Menimcha yaxshi suhbat bo'ldi, ancha foydali suhbat bo'ldi. Ko'radigan tomoshabinlar, farmatsevtlar yoki balkim tibbiyot soha vakillari o'ziga ma'lum bir darajada manfaat oladi degan umiddaman. Sizga taklif rad etmasdan vaqt ajratib rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Agar qanaqadir so'zlaringiz bo'lsa, bemalol. Sizga ham rahmat bu suhbatni uyushtirganingiz uchun, Baxtiyor. Endi qo'ldan kelgancha, bilganimcha ma'lumotlar berdim. Foydali bo'lsa, kimgadir manfaatli bo'lsa xursandman. Mhm. Qarshi bo'lmasangiz agar kimdadir qanaqa bu Vengriya hukumatini granti bo'yicha savollar bo'lsa, kimdir masalan chiqsa, sizga kontaktingizni qoldirib qo'ysak bo'ladimi? Telegram kontaktingizni masalan. Ha, bo'ladi. Mhm. Okay. Rahmat. Bemalol. Sizga rahmat, o'qishlaringizga, kelgusi ishlaringizga omadlar tilab qolaman. Salomat bo'ling. Rahmat, Rahmat. assalomu alaykum.